Sizga ma'qul. Sizgachi? Sizmi siz shu? Alo, o'rtoq boshliq. Abdurahmonov. Osh olib boraymi? Quvvat bo'ladi sizga. Yo'q, yaxshiman ancha. Keyin shu voqealarga shart emas. Ha, ishga chiqasizmi? Ertaga ishga chiqaman. Ishingizga kerak emas, o'g'rim, rahmat. Xo'p bo'ladi, xo'p. Hop, bez nomer harakatlanib kelyaptimi? Assalomu alaykum. Ya boshliq, bu kasalxonaga shoshyapsizmi? Ko'rib og'irlik qilgan o'xshaydi-yu. Hazillashma, maqsadga o't. Marhamat qilib hujjatlaringizni taqdim qilib yuboring. Hujjatlarimiz joyida. Biz shoshilyapmiz. Ketishimiz kerak. Siz hozir meni qonuniy talabimni bajarmasdan ketavermoqchimisiz? Abdurahmon, ko'rmayapsanmi? Yangi mashina. Hamma hujjatlar joyida. Ko'rib turibman. Yangi qimmatbaho marka. Abdurahmonov, ja qimmatbaho emas, o'zimiz ishlab chiqarilyapti. 1200 km yuradi, gibrid, 7 kishilik crossover mashina. Ha, bu sizga sovg'a qilishdimi? A? Abdurahmonov, bitta singlim bor o'zi. Kuyov bolaga sovg'a qildik. Hujjatlar joyida bo'lsa bo'ldi. Qo'yib yuboraman sizni o'rtoq boshliq. Hujjatlari joyida, faqat meni haydash huquqim yo'q. Senga hozir aytdim, kuyovga olib berdim. Hujjatlarim yo'q dedimi? Hurmatli fuqaro, agar sizni boshqarish huquqingiz bo'lmasa, avtomobilni jarima maydoniga olib borib qo'yamiz. Senga yaxshi gap yo'q, deb chekilgan Abdurahmonov. Qaynakam PR qilyaptimi? O'zi sovg'a qilgan mashinani jarima maydoniga tikmoqchimi? Qanaqa shogirdsan Abdurahmonov? Ataylab qilyapsanmi? Men senga aytdim, mashinada kuyov bola bor. Taniysan meni Abdurahmonov? Sizni taniyman, lekin u tanimaydi-da. Kim? Boshliqni aytyapsanmi? Hamma taniydi meni. Boshliqlarni aytmayapman. U. Kim u? U tanimaydi sizni. Kim tanimaydi? Kim gapir? Mana bu.